Assalomu alaykum. Barcha bizni ko'rib turganlarga, eshitib turganlarga, Xudo xohlasa, bugun biz 6-sinfda 20-mavzusi gul generativ ko'payish organi. Aynan mana shuni tuzilishini ko'rib chiqamiz. O'zi shakli o'zgargan novda deb aytagandik. Ya'ni agar qizlarimiz ham ko'rayotgan bo'lsa, mabodo sizlarga uchrashuvda hozir yoshsizlar, katta bo'lganinglarda biror bir bola novda bersa xafa bo'lmanglar. Sababi novda bir kun kelib gulga aylanadi. Evolyutsiya jarayonida, tarixiy evolyutsiyada oldin faqat novda bo'lgan va novdaning shakl o'zgarishidan gul kelib chiqqan. Mana shunaqa. Endi shu tushuncha bilan aytyapmiz, albatta hazil. Lekin gul rostdan ham novdaning shakli o'zgarishi hisoblanadi. Ana endi gulni o'zini anatomiyasini ko'rishni boshlasak. Aynan ushbu slaydda. Birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? Mana shu oddiygina rasmcha kerak bo'ladi. Biz mana shu rasm o'zidan tushunamiz. Ko'rib chiqamiz bitta-bitta. Gulning har doim biz ushlaydigan qismi gul bandi bo'ladi. Mana shu qism gul band hisoblanadi. Agar yaxshilab ko'rayotgan bo'lsanglar, gul bandi va gul bandning kengaygan kosachasimon gul o'rni bo'ladi. Ya'ni gulbanddan keyin mana bu yerda kosachasimon gul o'rni shakllanyapti. Yaxshilab e'tibor beramiz. Hop. Gul o'rnida barcha gul qismlari joylashgan hisoblanadi. Jumladan yonboshlarida gul kosacha barglar, mana gulbanddan keyin gul o'rni kelyapti. Gul o'rnida gul kosacha barglar joylashyapti. Gul kosacha barglaridan keyin mana bu qizil katta gul toji barglari joylashyapti. Gul toji barglari va gul kosacha barglari bular gul qo'rg'on hisoblanib, ikkalasi mana ikki xil rangda berilyapti. Bu murakkab gul qo'rg'onni hosil qiladi va gul qo'rg'onning vazifasi gulning ichkarida eng muhim qismlarini saqlab turish, qo'riqlash. Qaysi qismlar desa, gul o'rnining markazida, ya'ni gulning markazida urug'cha joylashgan bo'ladi. Mana shu urug'cha bu ko'lbachasimon bo'ladi. Va urug'chining 3 ta qismi bor. Birinchisi tumshuqchasi, mana shu joy tumshuqcha hisoblanadi, katta og'zi. Undan keyin ustunsimon qismi, mana tumshuqcha, ustuncha va eng pastda tugunchasi bo'ladi. Mana shu tuguncha hisoblanadi. Va aynan urug'chining atrofida endi changchilar joylashgan bo'ladi. Changchilar ikkita qismdan iborat. Changchi ipi va chang donasidan iborat bo'ladi. Mana shu holatda tuzilgan bo'ladi. Demak, gulni bir boshdan sanab chiqamiz, qanaqangi qismlari bor. Birinchi qismi. O'zingizlar aytinglar, keyin men aytaman. Birinchi qismi. Gul bandi. Ikkinchi qismi. Gul o'rni. Uchinchi qismi. Gul kosacha bargi. To'rtinchi qismi gul toji bargi. Beshinchi qismi eng muhim qism urug'chi. Oltinchi qismi changchi. Mana shu bilan yakunladik. Aynan mana shu qismlardan iborat. Hop, murakkab gul qo'rg'on deb aytdik. Bunda murakkab gul qo'rg'on emas, ya'ni oddiy gul qo'rg'onli o'simliklar ham mavjud bo'ladi. Oddiy gul qo'rg'onli o'simlik bilan murakkab gul qo'rg'onli o'simlikni qanday farqlaymiz deyilsa, oddiy gul qo'rg'onli o'simlikda yo gul toji bargi yoki gul kosacha bargi rivojlanmagan bo'ladi. Yoki ikkalasining rangi bir-biriga yaqin bo'ladi. Shu sababdan bittasi rivojlanmagan deb ataymiz. Yani ikkalasi ham yashil bo'lsa, gul toji bargi yoki gul kosacha bargi rivojlanmagan bo'ladi. Yoki bittasi haqiqatda rivojlanmagan bo'ladi. Shunda yo gul toji bargda o'zi bo'ladi yoki gul kosacha bargda o'zi. Shu oddiy gul qo'rg'on deb ataladi. Bu rasmda berilgandek ikki xil rangga ega bo'lsa va ikkalasi ham rivojlangan bo'lsa, bu murakkab gul qo'rg'on deyiladi. Bilib oldik-a? O'zi darsimiz aynan mana shularning tuzilishini o'rganishlik bilan tugar edi. Biz yana nimalarni berishimiz mumkin? Oddiy gul qo'rg'onli o'simliklarga aytishimiz mumkin. Ko'pincha bir urug' palali o'simliklar mansub bo'ladi. Ularga misol lola, chuchmon va gulsafsar.
Murakkab gulqo'rg'onli o'simliklarga esa ko'pincha 2 urug' pallali o'simliklar. Deyarli hamma 2 urug' pallali o'simliklar kiradi desak bo'laveradi. So'radoshlar oilasidan tashqari. Oilalarga yetib kelganimizda uni ham alohida ko'rib chiqamiz. Hop, murakkab gulqo'rg'onli o'simliklarni yodlab olinglar. Olma, olcha, nok, namatak, g'o'za yoki 2 urug' pallali o'simliklar. Hop, gulqo'rg'on umuman rivojlanmagan. Ya'ni biz qaraganimizda gulini topa olmaymiz. Umuman gulqo'rg'oni yo'q. Tol, terak, tut, yong'oq. O'ylab ko'ringchi, tolda biror marta gulni ko'rganmisiz? Terakni gulini-chi ko'rganmisiz? Hop, tol bilan terakni gulini ko'rmaganman deyishingiz mumkin. Tut, buni gulini-chi? Bularni ko'rmaganimiz sababi aynan gulqo'rg'onsiz o'simliklar hisoblanadi, aynan bular. Yong'oqda ham xuddi shunday. Hop. Endi bizda gul diagrammasi va gul formulasi degan tushunchalar bor. Gul formulasi gulning qismlarini sonlar bilan ifodalash. Aynan shu holatda. Gulning qismlarini sonlar bilan ifodalashlik bu gul formulasi deb ataladi. Gul diagrammasi esa mana shu gulning qismlarini boshda keltirib o'tdik. Shu holatda sxema bilan chizish bilan ifodalash bu gul diagrammasi deyiladi. Gul formulasi va gul diagrammasini bir-biridan ajratib olinglar. Gul formulasi raqamlar va harflar bilan ifodalash. Gul formulasiga aytdik hozirgi tarafda. Gul diagrammasi esa uni sxema bilan chizish orqali ifodalash hisoblanadi. Ya'ni gul formulasini qanday o'qiymiz? GK deyishimiz gul kosacha hisoblanadi. GT deyishimiz gul toj hisoblanadi. Ch deb qo'ysak changchi, U desak urug'chi. OG desak GK va GT deb yozmaymiz. Sababi gul kosacha va gul toji rivojlanmagan bo'ladi-da OGda. Oddiy gulqo'rg'on deb qo'yamiz xolos. Agar kaus berilsa, uni qo'shilgan qism deymiz. Kaus bermasa, qo'shilmagan erkin bo'ladi. 8 da yotkizib qo'yilgani, albatta o'zingizlar yaxshi bilasizlar, cheksizlik belgisi. Cheksiz ko'p degani. Birinchi o'rinda jag'jag'ning gul formulasini ko'rib chiqsak. Gul kosachalari pastda o'qilishi berilyapti va biz o'zimiz ham bir qator tushuntirib beramiz o'qilishini. Gul kosachalari 4 ta erkin deymiz. Gul toji barglari 4 ta erkin deymiz. Changchilari jami 6 ta 2 ta halqada joylashgan. Birinchi halqada 4 ta erkin, ikkinchi halqada 2 ta erkin deyiladi. Urug'chisi 2 ta qo'shilgan. Mana shu holatda. Agar tushunmagan bo'lsalar, bitta qaytarib ko'rib olinglar. Va qaytarib ko'rib olgan holatda olxo'rining gul formulasini o'zingizlar aytib ko'ringlar. Va men hozir aytishlikni boshlayman. Gul kosacha barglari 5 ta erkin, gul toji barglari 5 ta erkin, changchilari cheksiz erkin, urug'chisi bitta erkin. Mana shu holatda o'qiladi. Endi lola gul formulasi, buni o'zingizlar bir qator o'qishga harakat qilib ko'ringlar, pauza qilib o'qishga harakat qilgan bo'lsanglar, endi men javobini aytib beraman. Oddiy gulqo'rg'oni jami 6 ta, 2 ta halqada joylashgan. Birinchi halqada 3 ta erkin, ikkinchi halqada 3 ta erkin. Changchilari jami 6 ta, 2 halqada joylashgan. Birinchi halqada 3 ta erkin, ikkinchi halqada 3 ta erkin. Urug'chisi o'zi bitta deymiz. 3 dona urug'chi bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Aynan qo'shilgan qismlar deyardik, qavs ichida bo'lsa. Ana endi sachratqini gul formulasiga qarab turib, bitta o'qib ko'ringlar pauza qilib. Agar pauza qilib o'qib ko'rgan bo'lsanglar, endi men aytib beraman. Sizlar o'zingizlar tekshirib olinglar. Gul kosacha barglari 0 ta demaymiz, 0 ta demaymiz. Agar 0 ta degan bo'lsangiz, unday demang endi. Gul kosacha barglari rivojlanmagan. Gul toji barglari esa 5 ta qo'shilgan. Changchilari 5 ta qo'shilgan, urug'chisi 2 ta urug'chi bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Mana shu holatda o'qiymiz. Hop. Bizning mavzuyimiz aynan ushbu savollar bilan o'z yakuniga yetadi. Birinchi savolimiz: urug'chining pastga kengaygan qismi nima deyiladi va undan nima hosil bo'ladi? Lola, chuchmoma, gulsafsar gullari qanday gulqo'rg'onli bo'ladi? Keyingi savolimiz: olxo'ri gulning formulasida changchi, ya'ni ch qilib turib teskari 8 bu nimani anglatadi?
Javobini aytishimga sal qolibdi. Hop, 4-savolimiz, oxirgisi, gul kosacha va gul toshdan tashkil topgan gulqo'rg'on qanday ataladi? Mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Alloh o'rganayotgan ilmimizni bundan-da ziyoda qilsin.